Hazreti Ömer Adil hacetxonaga kirsa, hacetxonada shaytonni ko'rganligida bir burchakda tiqilib o'tirgan ekan, qo'lida qoshiq o'xshagan narsasi bor deydi. Shaytonni nima qilib o'tiribsan bu yerda desa, hacetxonaga bosh kiyimsiz kirganlarni boshidan bavul qilib hacetxonaga tupurganlarni tupugini yig'ib yuraman degan ekan. Nima qilasan yig'ib biz umrini oxirigacha tupugini yig'aman. Dunyodan o'tar vaqtida inson chanqaydi. Chanqagan vaqtda suv talab qiladi. Suv talab qilganda mana suv bor, zamzam suv bor deb aldab, iymonni o'g'irlab, o'zini yiqqan tupugini yuziga sochaman degan ekan. Astagfirullah. Astagfirullahal azim. Shuning uchun jamoat, ko'pchilik, yaxshilar hacetxonaga kirganda tupurmanglar. Sözlemengler, sigaret çekmengler mesela. Ayniqsa ballarımız, yigitlarimiz adasidan oyisidan bekletda tuvaletda borib chekib o'tiradi. Tuvalet sigaret chekadigan joy emas. Tuvaletda nafaqat tez o'tirib, tez chiqib ketish kerak. O'tirib olib, sigaretni chekib, telefonni o'ynab o'tirmaslik kerak. Ota-onadan qo'rqib tuvaletda borib chekadigan yigitlarimiz